Siz 50 ming so'mlik mahsulot sotib 20 ming so'm foyda qildim deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Agar siz LTV nimaligini bilmasangiz, biznesingizning haqiqiy daromadini hech qachon hisoblay olmaysiz. Bugun bitta mijoz sizga umri davomida qancha pul olib kelishini hisoblashni o'rganamiz. LTV o'zi nima? LTV bu mijozning biznesingiz uchun qadrini ko'rsatuvchi ko'rsatkich. Tasavvur qiling, sizda o'quv markazi bor. Bir oylik kurs 500 ming so'm. Agar o'quvchi sizda 6 oy davomida o'qisa, uning sizga keltirgan daromadi 500 ming emas, balki 3 million so'm bo'ladi. Mana shu 3 million bu uning LTV ko'rsatkichi. Nega bu muhim? Ko'p tadbirkorlar bitta mijozni jalb qilish uchun 100 ming so'm sarflab, undan birinchi marta 80 ming so'm foyda ko'rsa, men zarardaman deb reklamani to'xtatadi. Lekin o'sha mijoz yiliga 10 marta qaytib kelsa-chi? LTV sizga mijoz jalb qilish uchun aslida qancha pul sarflashingiz mumkinligini aytib beradi. Biznes egalari uchun oltin qoida. Buni yodingizda tuting. LTV ko'rsatkichi mijoz jalb qilish xarajatidan kamida 3 barobar katta bo'lishi kerak. Agar LTV past bo'lsa, siz teshik chelakka suv quyayotgan bo'lasiz. Mijoz keladi, lekin biznesingiz o'smaydi. Siz o'z mijozlaringizning LTV ko'rsatkichini hisoblab ko'rganmisiz? Agar bilmasangiz, bizga murojaat qiling. Sizga bepulga o'rgatamiz. Ushbu videoni biznesmen akalarga yuborib qo'yamiz, toki ular ham bexabar qolib ketishmasin.